birinchi biz kelganimizdachi hech odam ko'rinmaganda. Nima bola bo'lgan vabo kelganmi? Der edikda shunaqa. Jimjitlaydi. Hech kim, ha. Biz o'zbekmizmi? O'zbekchiligimizni saqlab qolishlikka harakat qilyapmizmi? Bu yerda mana shu o'zbek madaniyati bu madaniyatdan ustun ekanligini ko'rsatib berishimiz kerak. Ko'rinayotgan, rosa chiroyli bo'lib ko'rinayotgan narsa aslida xunuk deb o'shini taklarini tushuntirish kerak bolaga. Buni oqibati nimalarga olib kelishligini tushuntirish kerak. Hayot faqat pul topishdan, boy bo'lishdan, yaxshi yashashdan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Yo'q, mayli bo'laversin. Lekin ashundan zavq olmaslik kerak edi. Ertasi kuni indinin kuni bitta odam kelyapsa, derazadan ko'rib qolib, odam kelyapti, odam deganmiz. Odamlar sohil deydi. Odam kelyapti deganmiz. Kamerasi ham yo'q, ketyapti mana. Ketdim men. Yuraring. Boshlayveramiz. Muqimjon aka, bu qanaqa joy o'rmon? Uyingiz yaqinda ekan-a? Bu uyimizga yaqin, mana ko'rdinglar, 3-4 minut ichida shu yerga keldik. Uyimizga piyoda yurib. 2 minut yetsa bo'ladi degan. Ha, shunaqa 2 minut. Bu hududi kattami? Mana shu qismlari dengizgacha bo'lgan qismi shunaqa joymi endi? Ha, yo'q, bu qisqa. Bizni hozir mana shu turgan joyimiz hozir Stokgolm shahrining ichida turibmiz. Stokgolm shahrining ichida. Sal chekarog'i. Endi masalan, nima deb bo'lmaydi-yu, Sergeylikdaqa cheka deb bo'lmaydi-yu, bir Chilonzordaqa chekaroq joy. Endi undan yana ham cheka joylar bor endi. Bu yerdan masalan markazgacha 30 kilometr. 30-35 shunaqa. O'zi shahar katta ekanda, poytaxtda? Ha, poytaxt katta. Endi u yog'i nari chekasigacha yana bir u chekasi bilan bu chekasi uzun ekan-da. Ha, 100 kilometr bordir, bilmadim men. Shunaqa. Juda katta ekan. Keyin bu yerda daraxtlarga munosabat qanaqa bu yerda? Daraxtlar endi mana kesilib yotibdi-yu endi. Mana shularni bo'lib olib ketsangiz hech kim hech narsa demaydi. Mana bekor yotibdi bular. Hech kim olib ketamas ekan. Ha, buni lekin biri olmaydi ham endi. Nimagadir olmaydi, yotgan joyida yotaveradi bular. Chirindi bo'lib. Zarar qilmaydi, bu o'g'it bo'lib ketaveradi yerga tushsa ham. Shuning uchun bunga tegilmaydi. Lekin mana salafanlar bo'ladi-yu, mana chirimaydigan. Ha, chirimaydigan va yerga zarar beradigan narsalar bor-ku. U narsani terib olib tashlashadi. Ha, bu yerdan foiz o'tar ekan-a? Foiz o'tadi. Ha, keyin qo'shnilar bilan munosabat qanaqa? Chiqayotganimizda, kirayotganimizda hech qo'shnilar ko'rinmadi-da. O'z bu yerda yashashadi. Birinchi biz kelganimizdachi hech odam ko'rinmaganda. Nima bola bo'lgan vabo kelganmi? Der edikda shunaqa. Jimjitlaydi. Hech kim, ha. Ertasi kuni indinin kuni bitta odam kelyapsa, derazadan ko'rib qolib, odam kelyapti, odam deganmiz. Odamlar sohil deydi. Odam kelyapti deganmiz. Hamma o'zi vaqtida kirib ketadi uyiga, uxlaydi. Ertalab turadi, ishga ketadi. Ha, shunaqa. Juda ham kam bir-biri bilan nima qilish. Lekin mana shu o'rmonlarda yursangiz, mana qanaqa odam bo'lsa, ko'pi bir-biri bilan so'rashadi. Salomlashadi. Bir-biri bilan so'rashib, hey deb qo'yishadi. Ayniqsa qariyalar yuradi. Agar sal gap boshlab qo'ysangiz bo'ldi. Zerikatda odamga muhtojda. Uzoq gaplashgisi keladi. Odam tafti yetishmas ekanda. Ha, odam tafti yetishmaydi. Masalan, u yoqlarda biz masalan bir qiziq ish bo'lgan, bir qariyalar turgan ekan. Biz Shvetsiyaga yaqinda keldik. Bu yerlarga ham sekin-sekin moslashyapmiz desak, uyiga olib kirib, uylarini ko'rsatib, qanaqa qilgani, buni qanaqa qilsa yaxshi bo'lishi, bizga 1 soat dars o'tdi. Erinmasdan har bir xonalarini ko'rsatib chiqqan. Ozgina gaplashib, sal gapni boshlab qo'ysangiz bo'ldi. U davom etaveradi. Gaplashgisi keladi. Shunaqa bir nimasi bor. O'zaro munosabatlar yaxshi, mahalladagilar bilan uyushib nimada tadbirlar bo'lib turadimi yo bu yerda kamroqmi? Endi unaqa yilda 2 marta nima bo'ladi endi. Mana bu tozalash, mahallani tozalash bo'ladi, shanbalik. Shunaqa shanbalik bo'ladi endi. Bir yoz mavsumiga o'tish, qish mavsumiga o'tishda bir ikkita nima bo'ladi.
Shunda hamma mahalladagilar chiqib tozalaydi. Qor kurash, Qor boshqa. kurash. Lekin endi u biz taraflardagi mana bu nahorga osh degandekda, mana to'y, Marosimlar. bunaqa bir fayzi yo'q endi. U darajada emas endi. Unaqa narsa yo'q. Qo'shnilar deyarli bir-biri bilan ishi bo'lmaydi. Unaqa narsa yo'q endi. Mana bu chetdan kelganlar, hindlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Ular to'yiga taklif qiladi, u to'yi ham restoranlarda bo'ladi. Unaqa nima yo'q. Biz bir marta ko'chada bir shashlik qilib berdik mahallaga. Bu biz asha nimadan foydalandikda, shanbalikdan. Shanbalikda hamma chiqadi-da. Shu bahona. O'sha bahona o'sha yerda keyin hammaga nima qilib, kabob qilib tarqatdik. Lekin xursand bo'lishdi, yeyishdi, juda yaxshi, munosabatlari yaxshi, yomon emas. Lekin u muntazam bo'lmaydi. Bunaqa narsalar muntazam yo'q. Bu o'rmonlarda hayvonlar ham bo'lsa kerak, bir kiyik bolasini ko'rgandek bo'ldik o'tgan kuni. Kiyiklar yuradi, olmaxonlar yuradi, Qushlar. quyon yuradi, qush rosa sayraydi. Ajab, hozir hech qanaqa qush sayramayapti-yu. Endi boshlasa kerak. Bilmayman. Qish qushlar rosa sayraydi. Rosa qushlarning sayrog'ini eshitasiz. O'g'lingiz bug'uni ham ko'rgandek bo'ldim dedi, ko'ribdi. Bug'un ham kelgan ekan. Bo'ladi, bug'un bir marta ro'paramizdan chiqib qolganda, Katta bug'a. shu qadar kattaki, menimcha mana shu ikkita oyog'ini o'rtasidan o'tib ketardik mashina bilan-da. Shu darajada kattasini ko'rgan. Ulkan ekanda, kelgan. Rosa haligi tormozni mana shu qilib berib, yerda chizib, zo'rg'a ulgurib qolganmiz. Yo'ldan chiqib qolganda, yo'ldan chiqib qolgan. O nimada? Endi bu yerda emas, boshqa. Boshqa joyda. Yo'lda. Bu yerlarda ham bor ekan lekin. Bor, bitta bug'ular ham bor, nimalar ham bor, hammasi bor. Keyin bitta gap eshitdim o'sha yurtdoshlarimizdan. Necha gektar o'rmoningiz bo'lsa ham, siz uni chegaralab qo'ymas ekansiz, yopib qo'ymas ekansiz, doim ochib turar ekan. Odamlar xohlagan paytda kirib, xohlagan mevasini yeb, qo'ziqorini terib chiqib ketaverar ekan. Shunaqa talab bormi? Shunaqa, bitta endi alment deb qo'yadi. Hamma bemalol foydalanishi mumkin bo'lgan joylar bo'ladi. Jamoat joylari. Jamoat joylari bo'ladi. Shunaqa joylarga shunaqa deyishadi endi. Men ham uni aniq bir nimasini bilmayman endi. Katta miqdordagi joylar. O'sha soliqchi Umid aka bilan gaplashganmiz, aytdilar. Shunaqa bo'ladi, shunaqa deyiladi. Keyin siz ham bitta gapingiz bo'ldi, mana hozir o'rmon sotib olsam nabiram uchun. Men emas, otasi emas, o'zi emas, uni bolasi boy bo'lishi mumkin dedingiz. Uni nimani nazarda tutish shunda? Mana misol uchun men hozir aytaylik bir 10 gektar o'rmonni sotib oldim. Men uni arzimagan pulga sotib olaman. Misol uchun bir boringanda bir 50 ming dollarga sotib olarman uni. 10 gektar o'rmon, juda katta joy. Lekin uni daraxtni qirqish, uni daraxtidan foydalanish, misol uchun 70 yildan keyin ruxsat beradi. Yo 80 yildan keyin ruxsat beradi. Shunda men bitta nabiramni nomiga sotib olsam, endi ashi nabiram ham o'zi 70 ga kirib qoladi-yu, lekin uni bolasi yoki nabirasi undan yaxshi foydalanishi mumkin. Ya'ni daraxt kesib, sotish, shunaqa huquqni qo'lga kiritadi. Mana Mahmud qarang, mana bu yerda mashq qilishadi. Salomatlik uchun. Salomatlik uchun rosa zo'r mashq qilishadi. Ham ochiq havo, mazza, juda ham bir foydalik. Men bolalarim ko'p foydalangan bu yerdan. Men o'zim foydalanmagan bo'lsam ham, lekin borligini bilaman. Borligini bilaman. O'tib ketganman. Qanaqa mehmon kelsa bir qator ko'rsatib maqtanib qo'yaman. Xuddi buni shaxsiy mulkimdek. Yo'q, lekin ertalab turib yugurishar ekan. Yugurishadi. Ertalab turib yugurganlar ko'p ekan juda. Shunaqa. Demak, ancha keng tarqalganligi ko'rinib turibdi. Bu suv u qadar katta emas, bir 5-6 kilometr bo'lsa kerak bu tarafiga. Lekin havosi juda ham toza ekan. Havosi juda ham tozaligi bilinyapti. Tumba degan joygacha davom etadi. Bu daraxtlarning balandligi, qalinligiga bir e'tibor berib qo'ysiz. Juda katta, juda katta. Bu bizning pakkamiz, odatda kendiz bilan shu yerda o'tiramiz 1 soat, yarim soat.
Bir go'zallikda qarang. Chiroyli. Endi qishda bu yerda biz konki yutsak bo'ladi, lija yutsak bo'ladi. Ha, muzlaydimi bu yer? Ha, muzlaydi. Endi mana Yevropada o'zbeklar farzand tarbiya qilishda nimalardan ehtiyot bo'lish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Biz musulmonmiz. Musulmonligimizdan kelib chiqib ish qilamiz. O'zimiz shunaqa. Men masalan 4-5 yashar paytida ham bolalarga uqtiraverganman. Mana shunaqa biz mana shunaqa odamlarmiz, shunaqamiz, biz shunaqa yashashimiz kerak deb to'g'risini aytib uqtiraverganman. Alhamdulillah bolalarim yomon emas deb o'ylayman. Bonu alohida shug'ullandi Kenniz. Endi Kenniz mehnati nihoyatda katta bu nimada. Men asosan boshqaruvchiman. Katta mehnatni Kenniz qiladi. Bu yerda yashayapmizmi? Biz o'zbekmizmi? O'zbekchiligimizni saqlab qolishlikka harakat qilyapmizmi? Bu yerda mana shu o'zbek madaniyati bu madaniyatdan ustun ekanligini ko'rsatib berishimiz kerak. Bolaga. O'sha 5 yashar bolaga ham ko'rsata olish kerak u narsani. Xo'p. Bola tashqarida ba'zi narsalarga qiziqyapti. Masalan aytaylik, o'sha do'sti erkinroq, ota-onasi uni ko'proq erkalatgandek, u bemalol ko'chaga chiqadi. Sal kattaroq bo'lsa uni sigaret chekishi mumkin, ozgina ichishi mumkin, diskotekalarga borishi mumkin va ota-onasi bilan bemalol gaplashishi, ota-onasiga bemalol gap qaytarishi mumkin. Masalan, bola shunga o'xshash holatlarni ko'radi. Bunday qarasa sizni madaniyatingizga to'g'ri kelmayapti. O'zbek madaniyatida unaqa emas. O'zbek madaniyatida kattani oldida odob bilan turish kerak, unga yaxshi gapirish kerak, qanday xizmat qilish kerak, aytganini qilish kerak va hokazo. Bunday qarasa bola erki bo'g'ilgandek o'zini his qila boshlayapti. Misol tariqasida shunaqa bo'ladi. Chunki shved bemalol ota-onasiga gap qaytara oladi. Yo, men bu ishni qilgim kelmayapti, qilmayman deya oladi. Hokazo deydi. O'zbekda u narsa yo'q. Mana shunday holatlar yuz bergan paytda, xo'p, senga mana shu ko'rinayotgan, rosa chiroyli bo'lib ko'rinayotgan narsa aslida xunuk deb o'shini taklarini tushuntirish kerak bolaga. Buni oqibati nimalarga olib kelishligini tushuntirish kerak. Endi bu sizni aytayotgan yo'lingiz, kattani hurmat qilish, kattani aytganini qilish, bu aslida go'zallik ekanligini, buni oqibatlari juda bir yaxshi taraflarga olib borishini, inson juda bir taraflama bo'lib qolmasligi, o'ta xudbin bo'lib qolmasligi, faqat o'zini o'ylaydigan bo'lib qolmasligi, boshqalarni o'ylash ko'p bir yaxshi narsalarga olib kelishi mumkinligini uqtirish kerak bo'ladi. Mana shu uqtirish yo'lidan boriladigan bo'lsa, ancha oson kechadi. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi, boya aytganimdek, uyni ichini juda ham bir go'zallashtirish kerakki, bola uyga talpinsin. Shunday o'sha aka-ukalari bilan bo'lgan munosabatimi, ota-onasi bilan bo'lgan munosabatimi, uyni ichidagi munosabatni juda go'zallashtirish kerak. Buning uchun o'sha bolalarni bir-biri bilan inoq qilishlikka alohida e'tibor qaratish kerak. Masalan, kechagina bir so'radinglar, aytib berdim ham shekilli. Masalan, akang seni yaxshi ko'radi, sen haqingda ana chiroyli gaplar gapirdi, mana narsani akangga sovg'a qilsang rosa xursand bo'ladi degandek bir gapni gapirsangiz, haligi uka borib haligi sizni gapingizdan ota-onani gapidan har qanaqachasiga ta'sirlanadi bola. Darrov haligi narsani olib akasiga sovg'a qiladi. Keyin akasiga aytasiz, ukang seni qanaqa yaxshi ko'radi, qara sen
mana shu akam shu narsani yaxshi ko'radi deb senga sovg'a oldi falon piston. Misol uchun. Endi mana shu uyni ichi endi chiroyli bo'ldimi? O munosabatlar go'zallashdimi? Undan keyin uni endi yana ham yaxshilashlik uchun misol uchun oilaviy o'yinlar o'ynash kerak. Oilaviy sayohatlar qilishlik kerak. Keyin har bitta bola nimaga qiziqyapti, nima bilan xursand, nima bilan yayrayapti, bu narsaga e'tibor berish kerak. Modomiki halol narsami, modomiki bizni axloqimizga, shu o'zbekchiligimizga to'g'ri kelaveradigan narsami, unga katta yo'l ochib berish kerak. Chunki siz agar o'sha narsaga katta yo'l ochib bermasangiz, borib bola hali mumkin emas narsalarga ham intila boshlaydi. Chunki siz taqiq qo'ydingizmi, sizni taqiq qo'yishingiz yoqmay qoladida, keyin haligi eng qattiq juda ham yomon narsaga taqiq qo'ysangiz ham, shu oddiy narsaga taqiq qo'yganingiz bilan bir xil bo'lib qoladi. Bu bolaning psixologiyasiga shunaqa o'rnashib qoladi. Bu dadam o'zi hamma narsani bo'lmaydi to'g'radi deydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun shu mumkin qadar o'sha bo'ladigan joyi bo'lsa-lar ruxsat bera olish kerak deb o'ylayman. Chunki bu yurtlar erkinlikni taqozo qiladi. O'zi aslida haqiqatda ham juda ko'p narsa o'zi erkinda. O'zi aslida taqiqlanadigan narsalar juda ko'p-da o'zi. Aslini olganingizda, asli inson hamma narsa mumkinda. Bemalol masalan yaxshi yashash mumkin, o'ynash mumkin, kulish mumkin, bir-biri bilan hazillashish mumkin. Hammasi o'zi mumkin narsalarda o'zi aslida. Faqat haligi yomon taraflariga ehtiyot bo'linish kerak bo'lgan joylari bor xolos. Ya'ni qayerdaki bir o'sha o'ta bir harom narsa bo'ladigan bo'lsa, o'shandan lazzat oladigan bo'lsa, uni alternativi har doim borda. Halol tarafi borda. O'shuning uchun o'sha alternativ tarafni uqtirib, bu foydaliroq, yana ham yaxshiroq ekanligini uqtira olish kerak. Shunda bola u haligi tashqaridagi jannatga intilib bormaydi. U keyin solishtira oladigan bo'ladi. Keyin endi baribir jicha-picha odam o'zligidan faxrlanish, o'zligini unutmaslik, bu narsalarda e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Undan tashqari haligi bizni o'zbekligimiz uchun yerga uradigan joylar bor-ku. Ana bu joylardan ham salpal xabardor bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha o'zini himoya qilish hissi paydo bo'ladi. Bu ham juda ham muhim omil deb bilaman. Keyin undan keyin tarix, masalan, Nuriddin nechinchi sinfda o'qirdi? 5-mi, 6-sinfda o'qirdi, yosh bola edi. Bizni Amir Temurni mononcha lashkari bo'lib, mononcha joyga borgan paytda bularda hech narsasi bo'lmagan ekan deb kelgan. Masalan, o'sha paytda 5-sinfda o'qiydigan bola edi endi. Ya'ni u tarixni bilish, o'sha tarixni o'qitish bu ham nihoyatda muhim omil hisoblanadi. Ruslar bo'ladi, misol uchun. Rus millati juda ko'p, mana shu yerda ham juda ko'p yerga uradi. Masalan, Kennes ishlaydi, ro'molda deb qo'yadi bu, hamma o'zbek. Qandaydir yerga uribroq nima qilishadi birinchi ko'rganda. Keyin undan keyin ozginadan keyin Kennes u maktabda obro'si balandligini, hamma hurmat qilishini, hamma undan narsalar so'rashini bilgandan keyin undan keyin boshqacha bo'la boshlaydi. Bu ya'ni bizni millat sifatida nima qiladi? Xuddi bu o'zbek qanaqa qilib bilishi mumkin mendan yaxshi degan nimasi bor-da, ularning haligi kallasida shu narsa bor deydi. Bu narsalarni bola bilsa, ko'rsa, salpal shu narsadan xabardor bo'lsa, o'z-o'zidan o'zini o'zbekligini himoya qilishga yoki o'zini ko'rsatishga harakat qila boshlaydi. Sendan ko'ra kallam tuzukroq deb nimasini. Shunga o'xshash holatlarda aytdim-da endi. Umuman muhojirlikka har tomonlama tayyorlash ham diniy, ham axloqiy, ham ma'naviy, boshqa ham moliyaviy kerak bo'lsa, huquqiy degandek, ana o'sha narsalar hali bir yaxshi amalga yo'lga qo'yilmagan. Endi haligi nima bo'lyapti? Borib mana sizga o'xshagan, ham bizga o'xshaganlar chetga chiqib, o'zi balkim qayerdadir xato kamchiliklar ko'rib, hayotda tajriba qilgandan keyin o'zini bir natija bergan, o'zini amaliyotini, tajribasini ulashsa, shunaqa qilib keyin qolganlarga foydasi tegishi mumkin-da. Shunaqa narsa. Chunki
Vaqt o'taveradi, bolalar tezda katta bo'lib qoladi. Ularni bir kuni ham nimalik, hisoblik, albatta bu tarbiyasiz hokiz bo'lmaydi. Ko'pchilikda hayotida esa faqat daromad qilish masalasi, pul topish masalasi bo'lib qoldida. Jamoani ichida inson bo'ladi. Jamoa bo'lib harakat qilish bu nihoyatda muhim odam o'zini madaniyatini saqlab qolishligi uchun. Chunki jamoa bo'lmasa uni siz ko'rsata olmaysiz uni. Endi jamoa bo'lishlik uchun o'sha jamoani ichidagilari a'zolar bir-biriga ishonishi kerak. Masalan biz bu yurtlarda yurgan paytimizda hozir endi sal tuzuk bo'lib qoldi-yu, avvallari bitamta o'zbekni ko'rib qolsak, "Ey o'zbek ekansiz, qalaysiz, tanishaylik" desangiz, qochib ketardi. Bir-biridan qo'rqar edi, bir-biridan shubhalanar edi. Shunaqa bir holatda oddiy narsadan ham shubhalanib qochib ketaverar edi. Buni sababi endi shu, bilasiz, o'zi Karimovning davrida qatag'on bo'lib, dinni ortiqcha qotirib shunaqa bir nimalar bo'lib ketdi. Tushunyapsizmi? Buni o'rta yo'lda topish kerakki, toki siz ham kuymasin, javob ham kuymasin dechasiga aytganda. Bu yerda bir musulmonlar, o'zbeklar o'zini o'zbek madaniyatini, dinini ushlab, bir yaxshi yashayversin. Bu hukumat bilan kelishish oson. Mana bu mahalliy hukumat bilan, Shvetsiya hukumati bilan kelishish oson. Chunki bularda umuman unaqa nimasi yo'q. Qanaqa yashasang yashaver deydi. Hamma o'zini bilgan nimasini qilaversin deydi. Lekin shu bir-biringlarga xaraqit qilinglar, haligi bir-biringlarga zulm qilmanglar deydi. Ya'ni inson huquqi toptalmasa bo'ldi. Bu yerda o'sha asosiy nimalari bor. Sen ham odamsan, men ham odamman deydi. Hammaga bir xil qaraydi. Qaysi din bo'lsa ham farqi yo'q. Musulmon bo'ladimi, xristian bo'ladimi, umuman dinsiz bo'ladimi, hammani bir xil inson sifatida qaraydi. Ya'ni bunaqa qarashdagi nima bilan kelishish oson. Chunki o'zi islom ham shunday, baribir hammani bir xil qaraydi endi. Shunday. Musulmonligini nima hech kim majbur qilmaydi, boshqa qilmaydi. Ya'ni kelishish oson bo'lgan narsa bo'ladi. Endi agar bir taraflama nimalar bo'ladigan bo'lsa, uni ishi sal qiyinroq bo'ladi endi. Hozirda bizda o'sha qiyinchilik narsa, menimcha o'sha bu yerdagi boya nima ham aytdik-ku, bu yerdagi konsulstva, nima elchixonalar bor-ku, ular bilan shu bir shaffof muloqot bo'lishi kerak-da. Keyin samimiy muloqot bo'lishi kerak. Keyin samimiy qabul qilish kerak va bu yerdagi har bir iqtidordan foydalanishni o'rganish kerak. Masalan, menda hali unaqa narsa kuzatilgani yo'q. Hali bitamtasi kelib, bitamtasi meni chaqirib, mana xususda bir nima deysiz, yo mana xususda bizga yordam bera olasizmi degan narsa menda hali bo'lgani yo'q. Ishlash tartibini, uslubini o'zgartirish kerak-da hammamizga. O'zim ba'zi odamlarda ham, mana o'zimizda ba'zilar bor juda ham tanqidchi. Nima bo'lsa ham tanqid, nima bo'lsa ham yomonlayveradi. Ana kun aytganingizdek, hamma sohada yaxshi insonlar bor, yomon insonlar bor. Hamma faqat yomon bo'lavermaydi, yaxshi bo'lavermaydi. Ya'ni maqsad isloh qilish bo'lishi kerak. Faqat yomonlash bo'lish kerak emas. Biz bu yerlarga kelganimizda, Yevropaga kelgandan keyin Yevropada katta imkoniyatlar bor. Bu imkoniyatlardan foydalanasiz. Bu juda yaxshi endi. Bu yerda yaxshi o'qiysiz, yaxshi ishlaysiz, yaxshi turasiz. Hammasi yaxshi. Buni menda hech qanaqa nima joyi yo'q. Va bu bunda ayblanadigan joyi yo'q. Hamma yo'g'i juda yaxshi, juda zo'r. Lekin ba'zi narsalar borki, u narsalar pul bilan o'lchab bo'lmaydigan darajadagi qimmat narsalar bor-da. Men o'shalarda bittasi, o'sha bittasi haqida aytdim, bu mehmondorchilik haqida.
Masalan, mana Botirjon aytyapti, hatto Toshkentda ham qolmagan bu narsa. Ko'chada taklif qiladi. Ko'chada bitta kafega yoki restoranga taklif qiladi degan nimalar. Yo bir joyga borasizda, mehmonxona olasiz. Bezovta qilmay qo'ya qoling, mehmonxona oling deysiz. Men shu narsalarni yoqtirmayman. Biz eski o'zbekchiligimizni yoqtiraman. Men bir joyga borsangiz, shu bir odamni uyiga tushsangiz, sizni bola chaqangiz ularni bola chaqasi bilan gaplashsa, siz o'zi bilan gaplashsangiz, o'tirsangiz, ularning uyidagi sharoitini ko'rsangiz, bola chaqangiz ko'rsa, bir-biridan o'rgansa, mana bu narsani bu nihoyatda katta nima beradi, maza beradi va haqiqiy bu o'zbekchilik bo'ladi. Haqiqiy bu madaniyat. Bu juda ham bebaho narsa. Masalan, biz Gotlandga bordik, bir orol bu yerda. Bir o'zbekning uyiga tushdik. Ishonasizmi? Endi men 3 ta o'g'lim, ya'ni erkaklar bo'lib, u kishi, u odamni 2 ta o'g'li, hammamiz qator bo'lib bitta uyda yotdik. Uzun bo'lib yotdik. Xuddi qishloqdagidek. Ha, xuddi qishloqdagidek. Bu o'ziga xos zavqli, mazza. Keyin bolalar bir-biri bilan gaplashadi, bir-biri bilan o'ynaydi, bir-biri bilan har xil tajriba almashadi kerak bo'lsa-da, endi bir-birini taniydi. Bu juda ham muhim narsa. Afsuski, hozir bu yerda yo'qolib ketyapti. Bir joyga borasizda, birovni bezovta qilmay qo'ya qolaylik, mehmonxonadan joy olaylik deydi. Bu narsa borib keyin yo'q bo'lib ketib qoladi. Bir-birini uyiga mehmonga borishlar yo'q bo'lib ketib qoladi. Mana bu qimmat narsamizni nima qilib qolamiz? Yo'qotib qo'yamiz. Ba'zilar mehmon kelsa, bolangizga ehtiyot bo'ling, devorga chizib qo'ymasin, yangi remont qilganman degan gaplarni gap. Bu gapni eshitgan odam keyin mehmonga boradimi? Bormaydi-da keyin. Keyin ovora qilib qo'yamizda, ovora bo'ladi-da degan, bo'lsin-da ovora. Nega endi bo'lmaslik kerak? Bo'lish kerak endi ovora. Hayot faqat pul topishdan, boy bo'lishdan, yaxshi yashashdan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Yo'q, mayli bo'laversin. Lekin shundan zavq olmaslik kerak-edi. Shuning uchun faqat yaxshi yashasa-da bo'ldi, shu holi tinch bo'lsa. Unda hayot qizig'i qolmay qoladi. Meni nazarimda-da, u hayot qizig'i shu. Birlashishda, bir-birini ko'rganda xursand bo'lib ketishda, shu bir-biri bilan uzoq-uzoq gaplashishda, ketayotganda yig'lab xayrlashishda, mana shularda-da endi hayot qizig'i. Umuman Yevropadagi, butun dunyodagi o'zbeklar to'g'ri jamiyatga, o'zi yashayotgan muhitga integratsiya qilishi, moslashishi muhim. Lekin qadriyatlarni, o'zligini saqlab qolishi undan ham xuddi shu narsani aytmoqchiman. Bu yerda masalan to'g'rilik bor, rost gapirish bor, adolat bor, bir-birini aldamaslik bor, adolat, o'sha siz aytgan adolat bor, bir-biriga xiyonat qilmaslik bor. Mana misol uchun meni bolam bitta bola sapitini bir joyda qoldirsa, bir haftadan keyin borsangiz ham shu yerda turgan bo'ladi. Bu narsalar juda yaxshi, bu juda go'zal narsalar. Bu narsalarni o'zlashtirsa, bu yomon narsa emas. Masalan, odam sal muhtoj bo'lgan paytda bulardan yordam oladi. Sal boy bo'lgandan keyin o'zi xabar beradi. Yo'q, men endi muhtoj emasman, meni endi mana bu yordaminglarni to'xtatinglar menga. Buni boshqa muhtojlarga beringlar. Buni boshqa muhtojlarga beringlar. Bu yaxshi, bu taraflari juda go'zal. Lekin o'zimizda oddiy o'zbekchiligimiz bor-ku, chiroyli madaniyatimiz bor-ku. Shvetsiyada turganimizda mana qariyb bir haftadan beri sizni mehmoningiz bo'ldik. Juda xursandmiz. Juda ochiq chehra bilan, nafaqat siz, balki sizni turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz juda ham iliq qarshi olishdi. Bundan xursand bo'ldik. Ya'ni mehmon ham kelgan xonadonni qanday munosabatdaligini baribir sezadi-da. Imkon qadar haligi urintirib qo'ymaslikka harakat qiladi. Lekin bu narsalar sizda sezilmadi. Shuni aytmoqchimanki, sizni oilangizda mehmonga munosabat o'zi qanaqa? Nima uchun mehmonga ehtiyoj bor, siz aytgandek? Kecha Bonu aytib berdi-ku, sizlarga juda chiroyli qilib aytib berdi. Mehmon bizga emas, biz mehmonga muhtojmiz deydi. Hali ovora qilib qo'ymaylik dedi-da boya. Boring, yana mehmon kelsa biroz ovora bo'larsiz. Lekin u ovora bo'lishingizga yarasha katta siz undan foyda olasiz. Sizni bolalaringiz unga nisbatan qanaqa har bitta gapdan, ayniqsa mana misol uchun ma'rifatli odamlar bo'ladigan bo'lsa, dunyoni ko'rgan boshqa odamlar bo'lsa, haligi to'g'ri, ba'zi odamlar kelib faqat o'sha manfaatni o'zini gapirib, haligi mayda narsalar gapirib, ikir-chikirlar bu sal nima bo'lishi mumkin. Lekin masalan, dunyoni ko'rgan, o'sha bir nimani analiz sintez qila oladigan,
tafakkurli odamlar bilan gaplashadigan bo'lsa, bolangiz ham dunyoqarashi kengayadi. Ular bilan ko'p narsani fikr almashadi, ko'p narsani o'rganadi va hokazo. Keyin shu mehmonlar ham gohida masalan bizga bilib bildirmay chiroyli bolalarimizga nasihat qilib ketadi. Mana kecha Muzaffar qanaqa chiroyli nasihat qildi. Shu gapni men aytaychi, qanaqa ta'sir qiladi? Endi u Muzaffar aytdi qanaqa ta'sir qiladi. Uni foydasi kattada endi. O'ziga xos katta foydalari bor. Har biridan bir hikmat, ilm olish istagida bo'ladi. Shunday. Va mehmonni ko'p kelishi, mana o'zingiz aytdingiz, bizni uydan mehmonlar arimaydi. Bir hafta eng kamida yoki kerak bo'lsa bir oylab turishadi. Bu sizlarga malol kelmaydimi? Bilmadim. Menga hali shu vaqtgacha malol kelmadi. Hali bolalarim ham malol olganini bilmayman. Endi hali aytganimdek, mehmon keldi ekan deb endi qanaqa qilsam ekan, uni qanaqa qilsam ekan, qaysi ovqat yoqar ekan, nima ekan, ortiqcha o'lib yormaymiz. To'g'risini aytsam, mana xizmatga o'lib yormaymiz. Chunki unaqa qiladigan bo'lsangiz, 4 ta mehmon kuzatsangiz, 5-chisini o'zi xohlamay qolasiz. Ya'ni ishim bo'lsa, meni mana bu paytda ishim bor deb aytaman. Yoki bo'lmasam o'sha o'z mehmonlar ham ko'pincha bilib qolishadi, o'zlari aytishadi, nima xohlashini o'zi ochiq aytadi. Mehmondan zavq olishni o'rganish kerak edi. Zavq olsangiz, siz hech qachon malol kelmaydi. Kecha shu mavzuda bittasi bilan gaplashgandim, u ham biz ziyoli inson. Mehmon kelganda uni qilma, buni qilma deb hatto meni qamab qo'yishardi deb shunaqa zada bo'lganman mehmonlardan. Bir shu yoshligi haqidagi travmalar haqida gapirib berdi. Demak, e'tibor bersangiz, Muhammad ancha qo'pol. Lekin qo'pol bo'lgani bilan xizmat qilaveradi, ishlarni qilaveradi, aytganini qilaveradi. Faqat o'zi qo'pol. Endi agar shunga yo mehmonni oldida anaqa bo'l, manaqa bo'l devursam, misol uchun, yo bolani oldida mana qilgin deb deb uni qadavlaversam, u nima bo'ladi? U meni yaxshi ko'radi, sizni yomon ko'radi. O'zi-o'zidan, kattadan keldi bu deydi. Shuni deb men dadamdan gap eshityapman deydi-da. Mehmondan bezishni boshlaydi. Mehmondan bezishni boshlaydi.